يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ابن ماجه رحمه الله سنن ابن ماجه كتابه شنو deydi 10 hadis. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. ابن ماجه rahimahulloh shundoq deydi. Bizga Hisham ibn Ammar hadis so'zlab berdi. Ibn Majah rahimahulloh Hisham ibn Ammardan ko'p hadis rivoyat qilgan. Bu kishi deydi, bizga Muhammad ibn Shuayb hadis so'zlab berdi. Bu ishonchli hadis rivoyatchisi. Bu kishi deydi, bizga Sa'id ibn Bashir hadis so'zlab berdi. Bu ishonchli. Bu Qatadadan, bu ishonchli. Bu Abi Qilabadan rivoyat qilgan. Bu ishonchli hadis rivoyatchisi. Abi Asma ar-Rahabi, bu ishonchli hadis rivoyatchisi. Buningdan va Savban radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning azatkarisi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundoq deganki, mening ummatimdan bir toifa, ya'ni bir to'p jamoat davomli haq ustida nusratga erishgan, yordamga erishgan, g'alaba qilgan, mushundaq holatda turadi. Ular qarshi chiqquchilar ularga ziyon yetkazolmaydi, hatto Allohning amrigachilik. Allohning amrigachilik deganimiz qiyomat qoyim bo'lishining oldida Alloh taolo bir mayin shamolni avatidi va qalbida iymon va barliq mu'minlarning jinini olib ketadi. Qiyomat qoyim bo'luvchilik ozroq oraliqda yer sharida iymonsiz eng eski odamlar qoladi. Qiyomat mushu odamlarning ustiga bo'ladi. Allohning amriga ergishlik degani dal qiyomat qoyim bo'lishining oldida Alloh taolo mayin shamol avatib mu'minlarning jinini olib ketish. Mushu vaqtqichilik qiyomatning oldig'ichilik bir to'p jamoat davomli haq ustida bo'ladi. G'alaba qilgan holatda bo'ladi. Ularga qarshi chiqqan kafir tag'utlar, mushriklarning dushmanlari, Allohning dushmanlari bularni yo'qotib o'tmaydi. Bular davomli din ugunidi va ugutidi. Alloh yo'liga tavhidga da'vat qiladi. Allohning diniga yordam beradi. Bular muhaddis olimlar bo'ladi, fiqh olimlari bo'ladi, da'vatchilar bo'ladi va diniy ustozlar bo'ladi, mujohidlar bo'ladi. Garchi kafir mushriklar yomon ko'rgan taqdirda ham Alloh taolo mana shundoq odamlar orqali aman o'zining diniga yordam berdi. Bu hadis sahih hadis bo'lib, bu hadisni Muslim, Tirmizi, Abu Davud rivoyat qilgan. Biz mushu hadisda deyilgan mushu toifa mansuradan bo'lish uchun chuqur dinimizni yaxshi o'rganishimiz kerak. Şer'i bilimlerini yaxshi o'rganib, dinda olim bo'lishimiz kerak, boshqalarga dinni yetkazishimiz kerak, o'rganishimiz kerak, Alloh yo'lida jihad qilishimiz kerak. Diniy bilimlarni o'rganganda oldi bilan Qur'on, hadis, fiqh mushu 3 jihatdan nayda kutishimiz kerak. Qur'on Karim arab tili bilan nozil bo'lganligi uchun va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari ham arab tilida bo'lganligi uchun arab tilini o'rganishimiz kerak, yaxshi o'rganishimiz kerak. Fiqh, hadis, Qur'on mush bilimlarni yaxshi o'rganish uchun albatta arab tili zarur bo'ladi. Shuning uchun arab tilini yaxshi o'rganishimiz kerak va diniy ustozlardan bo'lib Allohning diniga yordam berishimiz, ya'ni da'vat qilishimiz, boshqalarga ilm o'rgatishimiz va Alloh yo'lida jihad qilishimiz kerak. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.